Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 9 dekabr Çexiya Cumhuriyetining poytaxti Praga shahridagi Charles Universiteti qonun fakultetida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi mezgilida ayollarning azob oqibatlari temasida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirish maqsad qilingan guvohlik berish faoliyati uyushtirildi. Mazkur faoliyatni Chexiya kishilik huquq faoliyatchisi, Chexiya Cumhuriyetidagi kishilik huquq munbirining direktori Evita Vantsikovina va Chexiya Cumhuriyetining qonunchilik universiteti bo'lgan Charles Universiteti qonunchilik fakulteti qarmog'idagi asos qonun va kishilik huquq markazi birlikda tashkillagan. Bu faoliyatga Dunyo qurultiyining taftishi, Gollandiyada yashaydigan jazo lageri shohidi Qalbinur Sidiq xonim naq maydondan Amerikadagi Mehrigul Tursun tor orqali guvohlik berib, Xitoyning turma va jazo lagerlaridagi Uyg'urlar duch keladigan qiyin qistoq va fojialarni tonishtirdi. Shu orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini, shundaqla bu qirg'inchilikda Uyg'ur ayollari duch keladigan, ammo til bilan ifodalash qiyin bo'lgan eng fojiali jarayonlar tonishtirildi. Bu munosabat bilan bu faoliyat uchun Gollandiyadan Chexiya Cumhuriyetiga kelib guvohlik bergan lager shohidi Qalbinur Sidiq xonim Erkin Asiya Radyosu'nun ziyaretini qabul qilib mundaq dedi. Bugün 9 dekabr Dünya Qurultayının təşəbbüsü və orlaşdırışıda Uyğur irqi qırğınçılıq günü deb bekitgan mush xotir kunda men Chexiyaningki Praga şəhərdə universitetdə münasibətlə bir fəaliyyət orlaşdırıb yerdə guvohlik berdim. Bunun asaslı temisi şu vətənimiz Uyg'uriston, Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning beshi kelayotgan shu zulmatlar, shu qirg'inchiliklarni anglatish. Eng muhimi Uyg'ur qiz ayollarniki qandoq dafsanchiga uchrayotgan mushuni gavdalik holda anglatish to'g'risida mazmun qilingan bir faoliyat bo'lib, bu universitetniki qonun fakulteti, qonunni bitirilgan fakultetdagi shu o'quvchilarga bo'lgan intervyu bo'ldi. Bugun 9 oktabrda dushanba kuni soat 6da boshlagan, 8:30da oyoqlashdi. Bu guvohlikdan keyin ular nihoyatda kuchli savollarni sordi va savol-javoblar bo'lib, yaxshi munozirlar bo'ldi. Ular nimaga yordam qila olamiz, bizni nima kutisizlar degandek savollarni sordi. Bugungi bu guvohlikqa shu Pragadagi qonun fakultetidagi o'qituvchi hamishadagi Dunyo qurultayiniki bizniki yaqin do'stimiz bo'lgan, Uyg'urcha ismi O'tkir bo'lgan bu apandim tarjimonlik qildi, shu chexcha. Faoliyat tashkillovchi va riyosatchi Evita xonim bu faoliyatning temasi va asosli maqsadi haqida to'xtalib o'tdi. Uning aytishicha, bu qatim Xitoy hukumatining Uyg'ur ayollarga yurgizayotgan ziyonkashligi va qiz ayollarining irqiy qirg'inchilik jarayonidagi kechirmishlarini tonishtirish asos qilingan bo'lib, u bu haqda mundaq deydi. Bu faoliyatda Uyg'ur ayollari duch kelgan vahshiyliklar, ya'ni sistemali xo'rlash, majburiy tug'mas qilib etish, jismoniy qiynoq va kishilik huquqi daxl taruz qilish qilmishlari qonun fakulteti o'quvchilari va tadqiqotchilarga tanishtirildi. Buningki maqsad bu qirg'inchilikdan omon qolguvchilarning ovozini yangritish. Shuningdek, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bo'libmi uning ayollarga ko'rsatgan ta'sirini texmi cho'nqur tushunish va uni insonlarga bildirish. Dunyo vaziyatidagi jiddiy o'zgarishlar tufaylidan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqidagi muhokamalar tadrijiy kishilarning esidan ko'tarilishga boshlaganda, Yevropa oliy maktablarida bu xildagi guvohlik yig'inlarining o'tkazilishi bu jihatdagi ommaviy tonishni o'stirishda muayyan ijobiy rol o'ynaydi deb qaralmoqda. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie 10 dekabr Xalqaro kishilik huquq kuni bayonot e'lon qilib, Sharq Turkiston va Tibetdagi kishilik huquq dafsanchiligiga qatnashgan sobiq va hozir vazifadagi 8 nafar Xitoy amaldoriga embargo qo'yganligini e'lon qilgan. Kanada Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, bugun e'lon qilingan embargo Xitoy hukumatı boshchilik qilgan Xitoydagi oz sonliq millatlar va diniy oz sonliqlarga qarta ilib berilgan bostirishga, jumladan Uyg'ur, Tibet va Falun Gong murtlarga qartilgan bostirishga qarshi yo'l qo'yilgan ekan. Bayonotda Kanada Xinjiangda 2017 yildan beri 1 milliondan ortiq kishining tutqun qilinganligiga doir xabarlardan qattiq andish qiladi. Ulardan nurg'un kishi lagerlarda tutib turilmoqda. Ro'yi, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik uchirmoqda deyilgan. Bu Kanada hukumatining 2022 yildan beri tunji qitim Uyg'urlarni bostirishga ishtirok qilgan yuqori darajadagi Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishidir. Kanada Tashqi ishlar ministrligining oshkorlashicha, bu qitim jazo yurgizilgan 8 nafar Xitoy amaldori atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikomining sobiq sekretari Ching Chuango, atalmish Uyg'ur Abnum rayonining hozirgi raisi Erkin Tuniyas, sobiq raisi Shehrat Zakir, atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintonining sobiq qo'mondoni Ping Jarui,
Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Cixi Nazarati partiya gruppasining sekretari Xo Liujun, Xitoy Kompartiyasi Markaziy Birlik Sep bölümünün sobiq boshlig'i Yao Chuan, Tibet Abnum Rayonining sobiq partkom sekretari Wu Yingji va Tibet Abnum Rayonluq Cixi Nazaratining naziri Zhang Hongbo qatorliqlarni tashkil topgan. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie embargo munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Kanada Uyg'ur, Tibet va Falun Gong murtlarga qartilgan kishilik huquq dafsanchiligidan qattiq andish qiladi. Biz Xitoy hukumatini bu sistemlik bostirish harakatini to'xtatishga, uning xalqaro kishilik huquq majburiyatini ado qilishga chaqiramiz. Ma'lum bo'lishicha, Melanie Jolie bu yil 7-oyda Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda, Kanada Xitoy munosabati, kishilik huquq, yer shari ham rayon xarakterlik xavfsizlik masalalarini muzokara qilgan ekan. 10 dekabr Dünya Kişilik Hukuk Günü'de Amerika'nın Xitoydagi bosh elchisi Nicholas Burnes bayonot berib, Amerika'nın xalqaro jamiyat bilan birlikda xalqaro kishilik huquq xitobnomasining 76 yilligini tabriklaydiganligini bildirgan. U so'zida xalqaro kishilik huquq xitobnomasining maqsadi haqida to'xtalib, qo'rqinch va muhtojlikdan xoli bo'lgan, fikr erkinligi va e'tiqod erkinligidan bahramon bo'lgan bir dunyo barpo qilishning odatdagi xalqning eng yuksak orzusi ekanligini bildirgan. Nicholas Burnes Xitoy hukumatining o'zining kishilik huquqni qo'g'dash majburiyatini ado qilishning o'rniga kishilik huquqni dafsan qilayotganligini ayblab mundaq degan: Kishilik huquq xotir kunining ahamiyatiga kelsak, biz kishilik huquq xitobnomasida belgilangan asos huquq va erkinliklarni qo'g'dash to'g'risidagi xalqaro majburiyatlarga Xitoyning amal qilmayotganligidan cho'nqir andish qilayotganligimizni bildiramiz. Biz Xitoyni Uyg'ur, Tibet va yaqinda Hong Kong demokratiyasining qahramonlaridan Jimmy Lay qatorliqlarni o'rinsiz sotlashdek xo'rlashlarni to'xtatishga chaqiramiz. Kishilik huquq umumiy xitobnomasida aniq qilib, barliq insonlarning tug'ilishdan bor bo'lgan izzat hurmati, barobarligi va mangulik huquqlarini e'tirof qilish dunyodagi erkinlik, adolat va tinchlikning asosidir deyilgan. Biz Xitoy Jumhuriyatini o'zining kishilik huquq amaliyotini qayta tekshirishga, xalqaro kishilik huquq majburiyatlariga va o'z xalqiga bergan va'dalarga amal qilishga yana bir qatim chaqiramiz. Nicholas Burnes bu bayonotining oxirida Xitoy hukumatini kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatib, begunoh tutqun qilinganlarni qo'yib berishga chaqirib, yana mundaq degan: Biz Xitoy Jumhuriyatining eng aqalli erkinliklarini cheklab, davlat halqigan bostirishni yo'l qo'yganligidan andish qilmoqdamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquq va insonlik qadr-qimmatini qo'g'daganligi, o'z e'tiqodini ifodalaganligi yoki din madaniyat faoliyatlariga qatnashganlik uchun jazolangan Xitoy fuqarolarining yanida turadi. Biz Gulshan Abbos, Akbar Asad, Raila Davud, Deng Xiaoxi, Gosh Rabgiyatsu, Jimmy Lay, Ilham To'xti va Xitoy tarafidan nohaq tutqun qilingan barliq kishilarni darhol va shartsiz qo'yib berishni talab qilamiz. Amerika bosh elchisi Nicholas Burnesning Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchiligini qattiq ayblab, Ilham To'xti, Gulshan Abbos, Raila Davud va Akbar Asadga o'xshash begunoh tutqun qilingan Uyg'ur ziyolilarining ismini birma-bir tilga ilib, ularga o'xshash azob chekayotgan begunoh kishilarni qo'yib berishga chaqirishi, tutqundagi qarindoshlari va nohaq tutqun qilingan Uyg'urlarga erkinlik talab qilayotgan Uyg'ur faoliyatchilarining qo'llashi va qarshi elishiga erishdi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Amerikadagi Uyg'ur harakat tashkilotining raisi Roshan Abbos xonim mundaq deydi: Amerikaning Xitoydagi bosh elchisining Dünya kishilik huquq xotir kunidagi videoliq so'zida Xitoy hukumatining Hadam Gulshan Abbos, professor Ilham To'xti, Raila Davud va Akbar Asadlarni shartsiz qo'yib berishni talab qilganligi, Amerika hukumatining begunoh Uyg'ur tutqunlarini hargiz unutib qolmaydiganligini ifodalaydi. Gulshan Adamdek Uyg'ur siyosiy mahbuslarining ismi atilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining yana bir qatim kun tartibga kelishiga turtki bo'lganligidan mamnun bo'ldim. Hammamiz ko'rib turayotganimizdek, garchi Amerikada Xitoyga qarshi jazo tadbirlari davomli yo'lga qo'yilib kelayotgan bo'lsa-mu, har fursatda Uyg'urlar masalasiga qarata diqqat qo'zg'ash intayin muhim. Gulshan Adam, Ilham To'xti, Raila Davud va Akbar Asadlarning ismlari orqali irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlar masalasining dunyoning samiga qaytadan silinishi intayin muhim ahamiyatga ega. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.